1890-yillar yosh mexanik Detroytda haftasiga $11 ga ishlardi. Kuniga 10 soat zavodda, kechqurun garajda yangi dvigatel ustida izlanardi. Otasi vaqtni zoya ketkazma desa, qo'shnilar bu bola telba derdi. Hech kim ishonmasdi. Hech kim, faqat xotinidan tashqari. Har kecha u yonida, qo'lida kerosin chirog'i, qo'llari ko'kargan, tishlari sovuqdan taqillardi. Ammo u eriga ishonardi. Yillar o'tdi va bir kuni garajdan nihoyat motor ovozi eshitildi. Qo'shnilar ko'chaga chiqishdi, qarshilarida temir arava. U o'zi yurayotgan edi. Ichida telba va xotini. Bu telba Henry Ford edi. Yillar o'tdi. Bir kuni jurnalist undan so'radi: "Agar boshqa hayotda yashasangiz, kim bo'lishni istardingiz?" Ford jim turdi. So'ngra kulib javob berdi: "Kim bo'lishim muhim emas, faqat yonimda rafiqam bo'lsa bas." Haqiqiy muhabbat u sizga ishongan odam qiyofasida keladi. Ishoning, kutishga arziydi.